Salom qizlarjolar, bugun sizlar bilan Xitoydan kelgan narsalarimni raspakovka qilamiz. To'g'risini aytsam, nimalar zakaz qilganim esimda ham yo'q, chunki почти 1 oy deganda keldi. Xo'sh. Tirnoqlar zakaz qilgandim. Xudo xolisi yaqinda o'rtog'imni to'yi, o'shanga yopishtiraman, chunki ikkita bola bilan manikyur, pedikurga borishga vaqtim yo'q. Men kosmetichka deb o'ylagandim, lekin bu penal ekan. Zagram pasportlarga chexol, erim bilan o'zimga. Abatok. Arashdim. Mana bunaqa zakaz qilgandim. Zo'r ekan. Bu makiyajlarni yechishga. Takoy bunaqa qo'lga oqib ketmasligi uchun. Butilkalarni yuvishga. Shotka. Chexol, bordovoy. Качествосini tekshiramiz. Takoy rezinovoy ekan, lekin yaxshi. Nech pul bo'lgani esimda yo'q. Videoning oxirida narxlarini aytaman. Futbolka. Bu menimcha xo'jayinimga zakaz qilgandim. Качество вообще zo'r ekan, materiali takoy zo'r. Sinini menimcha o'zimga etgandim. Вот. Bu o'zimga. O'zimga kufta etgandim. Zo'r ekan. Materiali yupqa deb o'ylagan edim, lekin materiali yaxshi ekan naborot. Men o'ylaganimdan ham zo'r keldi. Bahorga kechga ketgan edim. Qarandashlar. Hozir ranglarini ko'ramiz. Menga surishi juda ham yoqdi. Yumshoq surilar ekan, stoykisi ham yaxshi ekan. Oxirgisi bu oyoq kiyim tozalaydigan, chetlarini, oyoq kiyim chetlarini tozalaydigan shotkachi. Bo'ldi, hammasini sizlarga ochib ko'rsatdim. Zakaz qilgan narsalarim shu edi. Hammaga xayr.